Bugungi mavzuyimiz qandli diabet oldi holati va uni erta aniqlash usullari haqida gaplashmoqchimiz. Qandli diabet hozirda keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, uni qancha erta aniqlasak, asoratlar soni shuncha kam bo'ladi. Bemor hayot sifati shunga yarasha yaxshilanadi. Qandli diabet oldi holati deganda nimani tushunamiz? Bunda ertalabki qondagi qand miqdori 601 millimoldan yuqori, ammo 7 millimoldan past bo'lgan holat. Qand yuklamasidan keyin 2 soatdan keyin qondagi qand miqdori 7-9 dan baland 11 dan past bo'lgan holatlarda qandli diabet oldi holati hisoblanadi. Bu holat bilan kasallanganlar soni juda ko'p bo'lib, ular faqatgina qondagi qand miqdori yuqori bo'lgan holatlardagina shifokorlarga murojaat qiladilar. Bu guruhlarga kiradiganlarni sanab o'taman quyida. Shu guruhga kiradigan bemorlar albatta qondagi qand miqdorini yilda bir marta tekshirtirib turishlari shart. Birinchi guruhimiz tana vazni oshiqcha, semizlik bilan og'rigan bemorlar. Ikkinchi guruhimiz homiladorlik paytida qondagi qand miqdori yuqori bo'lgan bemorlar. Tug'ilgan bolalarning soni 4 kilogramm va undan oshiq tug'ilgan bo'lgan bemorlar. Eng yaqin qarindoshlari, ya'ni otasi, onasi, aka, ukasi, opa singlisida qandli diabet aniqlanganlar va qondagi xolesterin miqdori yuqori, yaxshi sifatli, yomon sifatli xolesterinlarning nisbatining o'zgarishi bo'lgan bemorlar kiradi.